Ha. Moskvada yuraman. Keldingizmi? Qayerda turibsiz? O'rga yuring. Oldi balonim nimagadir ovoz chiqyapti-da. Ha, nerda tekshirasam ketyapti. O'zimni bir nima deydi? Tupoydek his qilaman bor-ku. Endi zararmi shunchalik muhimmi? O'zi zakaz yo'q. Yo'q-a? Har ko'rgan videolaringizni ko'raman. Desangiz, shu o'shami? Ha. Bittagimi? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. 23-mart bugun soat 8:57 yo'qdik. Lavkadan birinchi buyurtma tushdi. 2,5 kilometrga boramiz turgan joyimizdan. Havo yaxshi, ishlashga ideal havo. Xullas, lavkadan birinchi buyurtmani oldik. 2,5 kilometrga olib borar ekanmiz. Xullas, birinchi buyurtmani topshirgani yetib keldik. Bu namuncha og'ir desam, 5 litrlik suv ekan oddiy. Odamlar 5 litrlik suvni buyurtma qilyapti. Sen yuribsan, Karl. Mana kameram. Hozir menga podyezdning qavatini yozganda uyning raqamini yozmagan, lekin eshik oldida qolding degan knopkani bosib qo'ygan. Men qayerga qoldiraman uni? Qaysi eshikdagiga qoldiraman? Mazdami? Endi bu yoq to'g'risi o'zi biladi. Men mana shu yerga qo'ydim. Qiladigan ishim shu bo'ldi. Boshimga muammo bo'lmasa bo'ldi. Hozir yana zakaz tushdi. Ikkinchi buyurtma eshikdan eshik bosirgan 2,5 kilometrga borar ekanmiz. Kommentariyga o'zbekcha yozsa nima qiladi? 80% odam ruscha yozadi, to'g'ri. Screenshot qilib Google ga tashlab keyin tarjima qilib o'tiraman. O'zimni bir nima deydi? Tupoydek his qilaman bor-ku. Kim o'sha? Zakaz qilgan telefon raqam beringlar. Men bilmayman, menga hozir Axtarni topdilar, tushgan dopdi. O'shanga. Yo'q, hozir men 89 bilan gaplashdim. Bu gelsam, bu ham men chaqirganman deyshibdi. Unda bilmadim, kim chaqirdi? Yo'q, o'sha muammo hal qilib berdi. Hech bo'lmasa maosh kim? Yatmay bo'ldimi? Bo'ldi, atmay bo'ldi. Xullas, atmay bo'ldi. Kartada ulangan hisobiga 4,5 ming berdi. Ko'p narsa ekan, mashina chaqirish kerak-da. Zo'r narsa bo'ldi-da. Qaysi kuni ham shunaqa kartada ulangan, chaqirdi. Bordim. Sumkaga sig'maydi-yu dedi. Bu xo'p, buni atmay qilib bering dedi. Kartada ulangan deb pul yechib ol dedi. Xo'p desam, o'sha pulni berasizmi dedi. Men kelganimni pulni kim beradi? Uzoq yo'ldan kelyapman. Hisoblamayapti. Yo'q, aylanib ketalay dedim. Men aylanib ketayda. Ajoyib odamlar bor. Ya o'zi bor yo'g'i 4,5 ming ushlab qoladi, go'ram ushlamaydi. 16 minglik buyurtma, eshikdan eshik bosirgan 2,5 kilometr. Hozir 600 ming pul berar ekan. Yo'q, buni olib borsam 600 ming pul berar ekan. Uni kartaga tashlab olishim kerak ekan. Bo'ldi, okey, xo'p. Yes qilamiz. Xo'p, ikkinchi buyurtmamiz 2,5 kilometrdan keldim. 504 kilometrga ketar ekanman. Navruz bo'lyapti-yu, Navruz. Navruz bo'lgan shu yerda. Joydan bo'lsam-da telefon qilib gaplashamiz. Assalomu alaykum, Yandex kuryerman. Sizgami? Mana olas. Keyin yana qanaqadir to'lov ham bor ekan, 600 ming deyishdimi? Aha, bo'ldi. Iltimos. Shu men belgilagan joylarga avval chiqinglar. U yo'q-yo'qinglar, qaranglar. Keyin yo'q bo'lsa savol beringlar. Chiqmasdan turib keldingizmi? Qayerda turibsiz? O'rga yuring. Qanaqa mashinadasiz? Qanaqa kiyimdasiz? Bir 100 ta savol beradi bor-ku. Oy, tilimni tishlayman-da. Hozir to'g'risi o'zimni bosib shunaqa zo'r gapirdim. Bo'ldi, keldim. Shu yerdaman, skuterdaman dedim. Shunda tushsa qara chiqdi, ko'rib turibdi-da. Mana eshikdan chiqdi. Ko'rdim yana. Sizgami dedim? Ha dedi. Bo'ldi. Shu chiqqunicha 1 millionta savol beradi. Ya xudo. Ya bir xil mijozlar bor, zo'r gap yo'q. O'sha qo'ygan joyini biladi, adresni aniq tiniq yozgan. O'sha yerga shunday kelaman. Keldingizmi dedi, keldim deyman. Yugurib tushadi, shunda olib ketadi, bo'ldi. Umuman ortiqcha savol ham bermaydi. Qayta nimadir so'rayvermaydi. Mayli. Hammasi yaxshilikka. 5 qo'l deydimi, 5 barmoq deydimi, barobar emas.
O'sha gap. Endi men pulni tashlab yuboraylik. Xo'p, 4076. Xullas, kartasiga tashlab berdim. Tamam. Bu yangilikda sizlarga qaranglar. 19 ta buyurtmaga 68 ming bu kunlik bonus ha. Keyin yana bitta bonus qo'shibdi. 102 ta bir hafta ichida 102 ta buyurtma qiladigan bo'lsak, qo'shimcha 270 ming ham berar ekan. Vo, mana shunaqa bonuslar beringlar. Men shunaqa bonuslar kutuvdim. Bizda ikkinchi buyurtma bor. 1 kilometrga 10 ming so'mlik buyurtma. Xo'p, uchinchi buyurtmani olib ketgani keldik. Oldi balonim nimagadir ovoz chiqyapti-da. Nimaning ovozi ekan? Assalomu alaykum. Faqat shumi? Sog' bo'ling. Uchinchi buyurtmani ham oldik. Xullas, mana shu yerdagi Safiyaga ekan. Eshidan eshik bosilmagan olib kirib bersak ham bo'laverar, ha. Chiqadim. Olib kirib beraveraylik. Oson uzilib yerga tushmas. Bitta gap aytaymi? Boyagi bonusga ko'z tegdi. Kunlik bonusni olib tashadi. 5 kunlik bonus chiqarganda 102 ta buyurtmaga 270 ming degan. Bonuslar yana kamaytirib tashadi. Undan boya kunlik bonus yaxshi edi. Ha, mayli. Kunlik bonus yo'q bo'lib qoldi hozir. Endi kunlik bonus ham yo'q. Yana bitta buyurtma bor. Aeroportning yonidan 10 ming so'mlik 1.6 kilometr ekan. 1.6 emas, 1 kilometrda hozir bu aylanib kelish yo'lini ko'rsatyapti. Men aylanib o'tirmayman-da. Mana yerdan to'g'ri bosaveraman. Ketdik. Hamma yoq yam-yashil bo'lib, asta-asta chiroy kirib boshlayapti-ya yana. Qorda ham juda chiroyli bo'lib turuvdi. Endi bahorda undan ham battar chiroyli bo'lar ekan-da. Qorda ham rosa chiroyli bo'lib ketdi Toshkent. Alo. Assalomu alaykum. Yandex kuryerman. Sizgami? Labi? Нормально? Bitta olaylik. Aha. Bitta 3 terminalda. Sig'mayapti-yu, brat. Mana qiyshaytirsam bo'ladimi? Ya, главное, чтоб не выпало. Qanaqa shidi? Anaqada silishga bo'radimi? Endi mana xos. Yo'q, shunday qo'yib turing, shunday qo'ying. Rahmat aka. Aha, sog' bo'ling. Mashina chaqirmabdi-da. Aeroport orqa tarafiga ekan, yaqin ekan-u. Bo'ldi, ketdik. Aeroport orqa tarafiga o'tish uchun ham 4 kilometr yo'l yurar ekanmiz. 10 ming so'mlik buyurtma. 10 ming so'mlik buyurtma, 4 kilometr. Arzon narxlar. Juda ham arzon bo'lib ketdi. Yo'ldan yur deydi. Mana trotuardan. Mana trotuarning ahvolini qaranglar. Yurib bo'lmaydi-yu. Hozir piyoda yurganim bilan bir xil bo'lib qolyapti. Hozir umuman katta yo'lga chiqqanim yo'q-da. Piyoda deyali piyoda bilan bir xil bo'lib qolyapti. Vay, sal qoldi yiqilib tushishimga. Yo'lab yurma. Ha. Moskvada yuraman. Ko'rsaga kun bor, yaxshi. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Yozatdimi? Ha. Gapiravermayman. Ana urush ko'rdim-da. Aha. Qo'rqib bilan. Ha. Havoyalay, o'qim ko'rib qoldim. Yuring. Mana kamera olmoqchiman-da. Labi? Mana kamera olmoqchiman. Aha. Ovozni qarang. Ha, oling. Olsangiz bo'ladi. Mana o'zi 20 kun bo'ldi boshlaganimga. Xo'p. Siz videolarni hammasini ko'raman-da. Aha. Hammasini ko'raydim. Aha. Ana bu siparishlarni olib ketganimni ham bilaman. Hammasini ko'rgan ekansiz-da, gap yo'q, brat. Yozgandim, qaramayman, bitta Instagramga. Aka, yozadigan ko'pda qanaqa javob beraman? Bo'pti, charchamang, yaxshilik. Sog' bo'ling. Xo'sh.
Yo'q, qoida. Shunchalik uzoq ekan-ey. Aeroport orqasiga o'tib keldi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Uning aka. Aha, sog' bo'ling. Bizda shunaqa qilib 5-buyurtma bor 201 kilometrga. Ketdik. Bir 2 kilometr ekan, uzoq emas, 6,5 millik buyurtma. Aha, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, keldik. Ajdaniya bilan 8 ming bo'ldi. Nima tashlaysiz? Yandexsdan narsa tashiyman. Yandexsdan narsa tashiyman. Faqat. Ha, farqi yo'q. Chilonzorda. Ha, ya yaxshi, zo'r. Ha, o'sha yerga narsa tashab chiqdim bu yerga. Chilonzor Xorazmiyda, Al-Xorazmiyda. Endi zarurmi shunchalik muhimmi? Yo'q aka, xafa bo'lmang, ko'nglingiz kelmasin. Yo'q, yo'q. 16 mi? 17 bor, 18 bor, 19. Men o'sha atrofda turaman-da. 20 bor. O algoritmga yetmasdan. Shu atrofda turaman. Ha, yo'q, men ham juda turganman hozir. Ha, ha. Bo'ldi emas, Yo'q, bo'ldi, yaxshi, zo'r. yuraman, ortiga. Ha, ha. Xizmati yo'qmi? Yo'q. Bas bor, aka. Aha, charchamang, rahmat. Yo'q, bemalol aka, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Mas'uliyat ketasiz, so'zlar. Yo'q, hozir ishdaman, keyinroq ketaman. Ha, ha. O, aeroport. O'sha. Ha. Aha. Xo'p, sog' bo'ling. Labi? Ha. Ha, ha. O'sha. O'sha. Aha. Xo'p, mayli, charchamang. Abdulloh. Ha. Aha, Toshkent o'qisaman. Rahmat. Xo'p. Nihoyat buyurtma tushdi. 6-buyurtma. Bir 15-20 minut kutib qoldim u. 3 kilometrdan ekan. Buyurtma bekor qilindi. Buyurtmalar kam. Ya menimcha buyurtma kam emas. Ishga chiqqan odam ko'p bo'lsa kerak. Xo'p, yaxshi tez tushdi, keyingisi 2,1 kilometrdan tushdi. Ya, bu ham bekor bo'ldi. Yana o'sha boyagi bratga aytmay qo'yardi, birinchisi emas, ikkinchisi. Yana bekor bo'ldi. O'zi zakaz yo'q. Yana 2 marta chaqir, 2 marta bekor qiladi. Mayli. Nihoyat yana bitta buyurtma tushdi. Endi bu atmen bo'ladimi, bo'lmaydimi, unisini bilmadim-ku, lekin borish noqulay ekan. Eshidan eshik bosilgan ekan. Keldik, yaxshi atmen qilmadi. Zo'r. Mana bu sumka nimaga bunaqa bo'lib qolaveryapti? Xullas, ovqat, meva, cheva, tuxum, shunaqa narsalar bor ekan. Obed ekanda xullas. Olib ketyapman o'shani. 6-buyurtma. Ertalab soat 9 da boshlagandim, ha. Keldik. Olib kirib beraymi shunga? Xullas, topshirdik. Oqtepa lavash, qo'yliq. 1,6 kilometr ekan. Ketdik. Qancha deyapti? 79 ming pul kerak deyapti. 79 ming chiqadimi bizda? 10, 20, 30, 40, 50, 55, 62 ming. Obbo! Atmen qilamizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kartezga 20 tashib bersam, 20 naqd bera olmaysizmi? Bo'ladi. Yetmay turdi-da, hozir nega? Kandizmi? Har doim ko'raman. Yo'q. Har ko'rgan videolaringizni ko'raman. Desiz, shu o'shami? Ha. Bagimi? Salomatmisiz? Podpiska bo'lganman. Rahmat. Mana 360. Ha, o'sha. Sizni qo'yilqaylar. Nomeringizni so'rayman deyman. Nima ishlayapsiz hozir? Hozir Yandexda? Ha? Yandexda? Pro'dami yo? O'sha dastavka Pro'da. Pro deydimi? Ha? O'sha. Parkdan Ha, yedamasmi? yo'q, yeda emas. U kuni chiqib ketdi oldingizga sariq. Ha. Lekin kuryerlik uchun nima qilmadingiz-da? Keyin avtobusdagi. Ay, billas. Shu
shunaqa vaziyatda vash ko'p bo'ladi. O'sha odam qiynab yuboradi-da. Aka, gaplashamiz. Mayli. Rahmat, charchamang. Ha, yo'lini qildik. Akayam o'zimizdan ekan. Rahmat aka, charchamang. Oqtepa qani? Keldimni bosamiz. 0681. Xullas 8 minglik buyurtma bu. Mahallaning ichini chip-chiroyli qilib qo'yibdimi? Mana o'dim sirtini ham bo'yab yetib keldik. Assalomu alaykum. Yandex Kur'erman. Xullas topshirdik bu buyurtmamizni. Bizda yana bitta buyurtma bor 903 metrdan. Yaqin joydan ketdik. 8-buyurtma. Bahor baribir bahorda. Atrof chiroyli bo'lib qo'ygan, qaranglar. Assalomu alaykum. Yandex Kur'erman. Kiyimmi? Falastinning bayrog'i bormi? Ajoyib. Yomon bo'ldi lekin. Qayerdan ovoz chiqdi? Sizgami-da? Assalomu alaykum. Qancha olasiz? Sog' bo'ling. Bizda 9-buyurtma bor. 2-3 kilometrdan olib ketar ekanman. Narx 22 ming so'm. Odam to'lay. Sog' bo'ling. Bugungi kunga eng qimmat buyurtmamiz 22 ming so'm. Qayerga borar ekanmiz? Necha kilometr? Boradigan joyim 4-6 kilometr. Ketdik. Yetib keldik. Nihoyat. 9-buyurtmani ham topshirdik. Kun yaxshigina isib ketdi-da. Ustimdagi mana plastikni ishlamasam bo'lmaydi. Xo'p, 10-buyurtmamiz 2-1 kilometrga 17 ming so'm. Eshikdan eshik bosilgan. Buyurtma bekor qilindi. 11-buyurtmani olib keldim. Mikrofon zatkasi tugab qoluvdi, o'shanga o'chirib turishga majbur bo'ldim. 14 minglik buyurtma, bundan avval 28 minglik buyurtma olib keldim. Yo'q, yaxshi. Assalomu alaykum. o'n bitta bo'l, soat 3:30. Deyarli 4 bo'lyapti. Nima gap? Bilasan? Xo'p, 12-buyurtma bor. 208 kilometrda olib ketishim kerak ekan. Katta ehtimol bilan kutmaydi, lekin shunday ham yuraveramiz. 6,5 ming so'm. Qoyil lekin 208 kilometrdan keldim. 6,5 minglik buyurtma uchun, lekin shunday ham kutdi. Olib boradigan joyim 1 kilometr. Aha. Bizga yana bitta buyurtma tushdi, qo'shimcha. Xo'p, keldik unda. 13-buyurtma bo'ladimi? Ha, 13-buyurtmamizga keldik. Sig'adimi bunaga? Ayo, simiz olib ketolmayman. Mashina chaqirish bilasizmi? Labi? Yo'q, mashina chaqiradigan alohida knopkasi bor-da. Mayli, rizqimiz emas ekan. Ketdik. Men qayerlarda yuribman-ey? Universitetda hovlisidan emasmanmi? Mabodo. Qancha chiqib ketaman endi? Talabalar turar joyi. Ajoyib joylarga kelib qoldim-ey. Keldik. Shunday bo'ldi. 6 ming. 12-buyurtmani ham topshirdik. Xo'p, bizda 13-buyurtma bor. 1-2 kilometrga ekan, eshikdan eshik bosilgan 18 ming so'mlik. Ya, buyurtma bekor qilindi. Bizga yana buyurtma tushdi. 1 kilometrdan 20 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Sizgami-da? Aha. Shunday. 20 ming so'mlik buyurtma, aytdim-ku, 5 kilometr. Qo'shimcha yana zakaz bergan bizda. 14-buyurtma bo'ladi, shuni olib kelsam, karta bilan qilingan ekan. Assalomu alaykum. Xullas, yetib keldi u. Birinchi buyurtmani topshiramiz 20 ming so'mlik.
Mashina olasiz. 20 ming. Boyagi ikkinchi buyurtmamizda borib beramiz. Magic City ga. Red Market'ning yoniga. Mana shu brat quvib o'tib ketishimiz kerak-da. Tezligim baland. Quvib o'tib keta olamanmi, o'tolmaymanmi? Men bossam, bemalol o'tib ketar ekanman. Muammo emas ekan. Chunki oldimdan tez bosib o'tib ketdi-da, o'shanga quvib o'tgim keldi. Xo'p, keldik unda. Liniyadan chiqib qo'ydim. Mana shuni olasiz. Sog' bo'ling. Red Market ofisiga boray. Anu tez bitiradigan ish bor-ku. Juda tez qiladigan ish bor bitta. O'sha narsani qilmasam, boyadan beri o'zi anaqa qisib yurdim-da. Xo'p, ishimizni bitirib bo'ldik. 23 minglik buyurtma tushdi. 2,3 kilometr ekan. 5,9 kilometrga. Yo'limiz shu tarafga ekan. Islom sivilizatsiya markazi. Keldik. Mana shu chiroyli manzara. Qayerdagi deysiz? Xullas, nimani to'g'risidaligini bilmadim-ku, lekin o'sha 1-3 domning yonidaman-da. Kirganda plastik jarrohlik markazi bor ekan, o'sha joydan kirib keldim. Xo'p, unisini ko'rganim yo'q-da, bilmasam. O'sha lokatsiya qo'ygan joyingizni bilmaysizmi? Xo'p, o'sha yerga tashab bergan bo'lsangiz kerak. Menga o'sha domingizda raqami bilan podyezdini qavatini aytsangiz olib chiqib beraman. Xo'p. Shu telefon qilib boshimni qotirib eng yomon mijozlar ana shular bo'ladi. Shu orqasini mahkam qisib kutib tursa boraman o'sha. Telefonini ham ko'rsatib turibdi. Bilmayman shunchalik qisish qiyinmi? Assalomu alaykum. Yaxshi, boshimni og'ritib beryapman. Xo'p, boraman. Zo'rg'a ado qildim, onasini debsin. Lekin 30 ming berdi, yaxshi 16 minglik yo'l. 14 ming choy puli qo'shib berdi. Lekin realni boshimni og'ritib yubordi. 16-buyurtmamiz bo'lar ekan, yana 3 ta qilsak bo'ldi. Nereda techirazam ketyapti. Yonidagi bitta brat. Oq kiyimda techirazam ekan. O'z soqolidan, sochidan bilindi. Ko'zi issiq ko'rinuvdi. Oldiga yugurib borib rasmga tushib qolsam ekan, yo men taniysizmi, men ham boshqa blogerman deb, Assalomu alaykum. Sizgami? Hamdamiz. 16-buyurtmamizni ham topshirdik. Xo'p, bizdan 17-buyurtma bor. 2 kilometrdan ekan. Ketdik. Buyurtma bekor qilindi. Yo'q, boshqa joyga tushdi. 8-9 ming so'mlik 2,5 kilometrga. Masofa ham uzoq bo'lib ketdi. Bunisi ham bekor qildi. Hozir 17-buyurtmamiz tushgan. Magic City'ning yonidan olib ketar ekanmiz. Assalomu alaykum, Yandex kuryerman. Buyurtmani oldik. Necha pullik? 16 ming so'mlik ekan. Masofa 5,9 kilometr. Xullas 17-buyurtmani ham topshirdik. 22 minglik buyurtma 2,5 kilometrga borar ekanmiz. Shu 5 kilometrga. Malikaga ekan o'sha. Obbo! Ikkinchi buyurtma tushib, yo'nalishni o'zgartirib yubordi-yu. Yuraveraylikchi. Mana shuni topshirsam bo'ldi, ishni tugataman. Bugunga yetadi. Xo'p, oxirgi buyurtmani oldik. Tamom. To'xtingizni aytib beraman, aka.
Rozimisiz? Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Zo'r, rahmat. O'zingiz tinchmi? Instagramda siz emasmi? O'sha men. Bittaga ovozingizdan tanidim. Charchaymsizmi? Yaxshi. Ish qanday bo'lyapti? Normalmi? Surishtirishni Gap zo'rmasa, Ha? gap zo'rmasa, Yaxshi nimaga? yaxshi bo'lyaptimi? Qaysi maktabda? Grant. Ha. Taysapascha ahamiyat katta emas u. Bonusda farq qiladi deysizmi? Sizda qanaqa? Yangi chiqqan narsalardan nayva bittasi bilan qilamanmi? Aha. Haftalik 80 taga 1 million olib, keyin kunlik 150 minggacha, keyin 68 kunlik 200 ming, 220 ming Zo'r-ku. O'sha iMopedni o'zida, ulanib olishim kerak ekan-da unda. Ya zo'r. Bosing brat. iMopedga ulanamizmi deymanda. Oxirgi buyurtmani topshiramiz. Xo'p, oxirgi buyurtmani topshirdik. Meni futbolim bor edi. Kvartiraga qaytib, formani qilib, keyin futbolga borish kerak. 19 ta buyurtma 237 ming bo'ldi. Bonus yo'q. Bonusda haftalik qilib tashlangan, haftalik qilib tashsam 270 ming, juda ham kam bu. Xullas narx shunaqa bizda. Endi hozir yana 3 ta 4 ta qilib bir 250 300 ga yetkazib qo'ysam bo'ladi. O'sha lekin ancha vaqt ishlab qo'ydim-da. 10 soat ishladimmi? Ertalab 9 ga chiqqan bo'lsam, hozir 19 ga 14 bo'ldi. 10 soat ishladim. Shu akalar 2 ta akkumulyatorda tugatganman. 19 ta bo'ldi. Hozir 3-chisini qo'ydim. Masofalar juda uzoq. 2 ta akkumulyatorım tugab qoldi-da. Chunki 2 ta akkumulyatorım 20 taga yetardi-da. O'shandan bilsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, videoga like bosib qo'yinglar. Kommentlarda faol bo'linglar. Videoni yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.